Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun yer tayyorlash jarayonlaridan qisqacha lavha olamiz. Xo'sh, parnagimizni eni 8 metr. 4 ta qatorga bugun chel tortib ishlov olib borish jarayonlari davom etyapti. Xo'sh, stoykani tagidan ekiladigan zona 1 metr atrofida. Ekiladigan zona deganda hurmatli obunachilar, mana shu chelni teng sentri aytiladi. Ekiladigan zona soldatcha ko'rinishda ekiladi. O'sha uchun metrlarni aytib o'taman. Shu stoykadan 1 metr tashlab chelni ekiladigan zonasi birinchi chel va ikkinchi chelni ekiladigan zonalari oralig'i 2 metr. 2 bilan 3-chini ham oralig'i 2 metr. 3 bilan 4 ni ham orasi 2 metr. Orqadagi mana 4-chelda avtomatik 1 metrlik raznica qo'lyapti. Buni traktor tortgan. Qo'lda ishlov olib borilyapti. Ko'rishimiz mumkin. Ishlov olib borish jarayonida pushtalarni mana shunday chiroyli qilib tortishyapti. Xo'sh, pushtalarni qo'l bilan to'g'irlagandan keyin xudo xohlasa o'rtasini anaqa biagomiz tashlash uchun yorib chiqamiz ketman orqali. Keyin biagomiz tashalgandan keyin xumcha qilib qo'yamiz. Bugun sana 4-avgust. Yozning issiq kunlaridan biri desak ham bo'ladi. Yozdagi issiq sezonda pomidorni sifatli va chiroyli ekish yo'qotishlarni kamligiga olib keladi. Chiroyli eksak, xudo xohlasa patera ko'p bo'lmaydi. Mana tekis pushta. Mana shunday kattaroq qilib yoriladi hurmatli obunachilar. Hozir mana shu yorilganni bu uchi bilan bu uchi orasida 40 sm kamida joy bor. Mana 1 qarich, 2 qarich. Kimlardir kichkina yorib qo'yadi-da, bu xato. Chunki ishlov olib borish agrotexnikaga noqulay. Mana shunday keng katta yorilsa juda qulay bo'ladi. Mana shu yerda go'miz toqcha qilib uyib qo'yiladi har 25 sm ga. Keyin chetlarini tuproq bilan ko'mib salqinlatish maqsadida shunaqa agrotexnika olib boramiz. Ildiz zona biagomizda to'liq o'tiradi. Kasalliklar, har xil qiyinchiliklar tug'ilmasligi uchun shunda zakoni bo'ladi hurmatli obunachilar. Pushtan iloji boricha balandroq tortamiz. Ko'tarma pushta. Yerga hozirgi paytda mana shu agrotexnikalarni qilyapmiz. 8 metrlik stoyka orasiga qo'rqmasdan 4 qator qilinglar. Hech qanaqa hosildorlik kamaymaydi. Qaytan ko'payib, kasalliklar kamroq zarar yetkazadi. Havo aylanishi yaxshi bo'ladi, yorug'lik tushishi yaxshi bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'chatimiz har 24-25 sm ga soldatcha ko'rinishida ekiladi. Keyin chopiqchadan keyin ikki tomonga tarab chiqamiz xudo xohlasa. Ko'chatlarimiz bu yerga xudo xohlasa azra ko'chatlari, roja ko'chatlari ekiladi. Uzr, adashib qoldim. Roja F1 ko'chatlarini ekamiz. Issiq sezonda eng yaxshi bo'lgan gibridlardan biri. Xudo xohlasa o'zini yaxshi oqlaydi. Har doimgidek issiqxonamizga biologik himoyadan foydalanamiz. Shu o'zimizni bionovatik mahsulotlaridan Organic F ildiz kasalliklari uchun, Biosilib BV betalar bargdan hasharotlarga qarshi kurashlar uchun ishlatamiz. Virusli bakterial kasalliklarga Pseudobakteri biodoksdan foydalanamiz inshaalloh. Bizni kuzatib boringlar. Axlajdeniyamiz bor, lekin hali endi ishga tushirishyapti. Chala-chala yoqishgan, lekin hali kutilgan effekt bermayapti. Inshaalloh ko'chat kelgancha 100% ishga tushirib olsak, bu ko'chatlarni rivojlanishiga juda katta foyda beradi. Havoni namlik bilan ta'minlab, salqinlatib, ko'proq muddat yorug'lik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, sizlarga bergan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Bizni kuzatib borishda davom eting. Xudo xohlasa yana ham qiziqroq bo'lgan videolarni qo'yib boramiz. Like, podpiska esingizdan chiqmasin.